Assalomu alaykum. Men Abdumalik Uktamjonov, Gektor House fitness treneri. Bugungi kunda grija va disk churrasi muammosi bilan ko'pchilik aziyat chekmoqda. Lekin mashqlar yordamida bu muammodan xalos bo'lsa bo'ladi. Yillar davomida mijozlarimiz umurtqasini mustahkamlash va og'riqlardan xalos bo'lish uchun xavfsiz, samarali mashqlarni o'rgatib boraman. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi mashqimiz Makenza deb nomlanadi. 5 soniya yoki 10 soniyagacha bajariladi. Bu mashq umurtqani bo'shashtiradi va churradagi nagruzkani yo'qotadi. Ikkinchisi Bird and Dog mashqi. Ushbu mashqni qarama-qarshi qo'l va oyoqni ko'tarib, o'rtacha 3 va 5 soniyadan ishlaymiz. Back and dog mashg'uloti bel va qorin mushaklarini mustahkamlaydi va ularni barqarorligini oshiradi. Uchinchi mashqimiz ko'prik deb nomlanadi. Har bitta oyoqqa 5 soniyadan bajaramiz. Qani ketdik. Ushbu mashqimiz bel va tas mushaklarini mustahkamlaydi. To'rtinchi mashqimiz Superman deb nomlanadi. O'rtacha oyoq va qo'llarni baravar ko'tarib, 2 va 3 soniyadan bajaramiz. Ushbu mashq beldagi yallig'lanishni oldini oladi va ularni mustahkamlaydi. 5-mashq. Turnida oyog'imizni ko'taramiz. Ushbu mashq qorindagi pressni kuchaytirib va umurtqa pog'onasini cho'zib beradi va eng muhimi, og'riqlarni yo'qotadi. 6-si gorizontalniy blok. Buni yaqin atrofdagi fitness zalida ishlashingiz mumkin. Ushbu mashq belingizni baquvvat qiladi. 7-mashq giperekstenziya deb nomlanadi. Ushbu mashq hamma mashqlar ichida eng chempioni. U sizni aynan belingizni moshni baquvvat qiladi. Bugun sizlar bilan grijaga qarshi eng samarali mashqlarni o'rgandik. Agar sizda bel og'rig'i bo'lsa, ushbu mashqlarni muntazam bajaring. Esingizda tuting, sog'lom umurtqa sifatli hayotni garovidir.